17-iyul birinchi smena savollar tahlilini boshlaymiz. Birinchi savol: aniq integralni hisoblang degan. Demak, bunda birinchi bo'lib biz ln ilzosi kosinus x ni soddalashtirishdan boshlaymiz. Xo'p, buni ilzosi kosinus x ni 1 taqsim 2 darajasi qilsak va o'sha 1 taqsim 2 ni ln ni oldiga chiqarsak 1 taqsim 2 ln kosinus x hosil bo'ladi. Shuni tenglikka qaytarib o'rniga qo'yamiz. Mana bu oldidagi 1 taqsim 2 integraldan tashqariga chiqadi. O'zgarmas miqdor 1 taqsim 2 chegara 0 dan pi taqsim 6 gacha sinus x ln kosinus x taqsim kosinus x dx hosil bo'ladi. Ana endi yana bir marta belgilash qilamiz. Kosinus x ni a deb belgilab olamiz va ikkala tarafdan hosil olamiz. Minus sinus x dx barobar da hosil bo'ladi va shuni o'rniga qo'yamiz qaytarib. Shu joyda sinus x dx ni o'rniga minus da qo'yaman. O'sha minusni oldiga olib chiqaman. Minus 1 taqsim 2 demak integral 0 dan pi taqsim 6 gacha demak ln a taqsim a minus da bo'lish kerak. Minusni olib chiqqandan keyin demak da ni o'zi qoladi. Ana endi yana bir marta belgilash qilamiz. Ikkinchi marta bu safar ln a ni boshqa bitta o'zgaruvchi bilan belgilayman, ya'ni y bilan misol uchun va hosil olaman. 1 taqsim a da barobar dy bo'ladi. Buni ham o'rniga qo'yadigan bo'lsak qaytadan minus 1 taqsim 2 0 dan pi taqsim 6 gacha demak y dy hosil bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 bundan boshlang'ich olsak y bo'yicha y kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Y o'rniga ln a ni o'rniga kosinusni qo'yadigan bo'lsak ln kosinus x ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni minus 1 taqsim 4 ln kvadrat kosinus x bo'ladi. Chegara 0 dan pi taqsim 6 gacha bo'ladi. Va hisoblaydigan bo'lsak minus 1 taqsim 4 ln kvadrat kosinus pi taqsim 6 da ilzosi 3 taqsim 2 minus ln kvadrat 0 da 1 bo'lib qoladi bu. Ln kvadrat 1 0 ga teng bo'lsa, demak minus 1 taqsim 4 ln kvadrat ilzosi 3 taqsim 2 chiqadi javobi. Demak bizda to'g'ri javob bo'ladi D kalt. Keyingi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolning shartida ozgina kamchiligi bor, to'g'rilash qilamiz. Hozir bizda demak mana bu ayrilayotgan son katta bo'lgani uchun bu manfiy bo'lib qolgan. Biz buni to'g'rilash qilamiz. Mana bu 2 ning o'rniga 1 yozadigan bo'lsalaringiz, shunda bu kichkinaroq bo'ladi-yu, masala sharti to'g'ri bo'ladi. Ana endi oxirgi raqam topish qoidasi bo'yicha 7 darajalardan foydalanaman birinchisi uchun. 7 ni birinchi darajasi 7 kvadrati 9 bilan tugaydi. Kuba 3 bilan tugaydi. 4-darajasi 1 bilan tugaydi. Va 5-daraja yana qaytib 7 ni o'zi bilan tugaydi. Demak, har 4 ta darajada oxirgi raqam takrorlanadi. Ana endi darajasi 2028 ni 4 ga bo'lib qoldiq topaman. 4 ga bo'linish belgisidan foydalansam, oxirgi 2 raqam 4 ga bo'lingani uchun bu ham 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak 0 qoldiq. Bu degani oxirgi raqamni olaman. Demak 2027 ni 2028-darajasi bo'ladi, bizda 1 bilan tugaydi. Xo'p, ana endi ikkinchisi 9 darajalarni yozaman. Birinchi darajasi 9, ikkinchi darajasi 81 bo'ladi, 1 bilan tugaydi. Darajasi 2031 ni 2 ga bo'lib qoldiq topamiz. Demak 1 qoldiq qoladi. Demak birinchi daraja bilan bu 9 bilan tugaydi demak.
1000. 19 ni 2031 darajasi oxirgi raqami 9 bilan tugaydi. Ana endi ayiradigan bo'lsak, oxiri 1 bilan tugaydigan sondan oxiri 9 bilan tugaydigan sonni. 1 dan 9 ayirib bo'lmaydi, 11 dan 9 ayriladi. Ayiradigan bo'lsak, demak oxirgi raqami 2 ga teng chiqadi. Demak, to'g'ri javob bo'ladi bizda B kalit bo'ladi ikkinchi savolda. Keyingi 3-savolga o'tamiz. ABCD teng yonli trapetsiyada AB va CD teng 10, yon tomonlari BC 8, kichkina asos, AD 20, katta asos. Trapetsiya balandligini toping degan. Demak, trapetsiyani B uchidan katta asosiga balandlik tushiramiz. H nuqtaga va balandligini o'zini H ga teng deb olaman. Shunda mana bu AH masofam teng yonli trapetsiya bo'lgani uchun asoslar ayirmasini yarmi bo'ladi. 20 - 8 taqsim 2 bo'ladi. 12 taqsim 2 chiqadi. Demak, bu 6 ga teng. Ana endi uchburchak ABH da Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Ya'ni h kvadrat qo'shilgan 6 ning kvadrati barobar 10 ning kvadrati bo'ladi. H kvadrat plus 36 barobar 100. H kvadrat barobar 64. H barobar 8 chiqadi. Demak, balandligi 8 ga teng ekan. To'g'ri javob B kalit bo'ladi. Keyingi 4-savol tahliliga o'tamiz. Va bizda 4-savolda ham adashmasam shartda kamchiligi bor edi. Mana bu 40 ming emas, 36 ming bo'ladigan bo'lsa to'g'ri javob chiqadi. Ana endi bajaramiz. Bir guruh do'stlar choyxonada uchrashdi va umumiy hisob 120 ming so'm bo'ldi. Ular ushbu pulni o'zaro teng taqsimlab to'lashga kelishdi, biroq ulardan 3 kishida pul yo'qligi ma'lum bo'lgach, qolgan do'stlar rejalashtirilganidan 36 ming so'mdan ortiqcha to'lashga majbur bo'lishdi. Do'stlar sonini toping degan. Demak, do'stlar sonini x deb belgilab olamiz va tenglama tuzishga harakat qilamiz. 120 mingni x ga bo'laman. Har bittasiga qanchadan tushgani. Ana endi xuddi shu 120 mingni umumiy hisobni x minus 3 ga bo'laman. Ya'ni 3 tasida pul bo'lmasa x minus 3 tasi bergan bo'ladi. Va 36 ming ortiqcha bo'lsa bu pul, bundan 36 mingni ayirsam dastlabki kelishilgan pul chiqadi. Mana bu ikkalasini tenglashtirsak tenglamasi hosil bo'ladi. Ana endi buni birinchi navbatda 12 mingga qisqartirib yuboraman hammasini. Demak, 10 taqsim x barobar 10 taqsim x minus 3 ayrilgan 3 bo'lib qoladi. Ana endi umumiy makhraj beramiz. Bunga x minus 3 tadan, bunga x tadan, bunga x kerak x minus 3 tadan, ya'ni x kvadrat minus 3x tadan beriladi. Xo'p, 10x minus 30 barobar 10x minus 3x kvadrat plus 9x. Xo'p, bir tarafga o'tkazsak 10x kvadratlar qisqarib ketadi. Hammasini chap tarafga olamiz. 3x kvadrat minus 9x minus 30 barobar 0. 3 ga qisqartiradigan bo'lsak x kvadrat minus 3x minus 10 barobar 0. Ko'paytuvchiga ajratsak x minus 5 ga x plus 2 barobar 0 bo'lib qoladi. Ko'paytma 0 bo'lish sharti alohida tenglashtiramiz. X minus 5 teng 0. X teng 5. X plus 2 teng 0. X teng minus 2. X deb biz odamlar sonini olganimiz uchun bu manfiy bo'la olmaydi. Ya'ni mana bu javob chiqib ketdi. Demak, to'g'ri javob x barobar 5 ni o'z bo'lib qoladi. Demak, to'g'ri javob akal do'stlar soni 5 ta ekan. 5-savol. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya uchun quyidagilar berilgan. B2 ning qiymati 3, Q ning qiymati 1 taqsim 2 dan katta. S hadlar yig'indisi 16 bo'lsa, progressiyani birinchi hadini toping degan. Demak, bizda B2 deganimiz B1 ko'paytirilgan Q bo'ladi. Bu 3 ga teng ekan. S deganim B1 taqsim 1 minus Q bo'ladi. Bu 16 ekan. Ana endi buni nisbat oladigan bo'lsak, B1lar qisqaradi. Bu aylangan payti Q'ni yoniga ko'paytirish bo'lib o'tadi. Q ko'paytirilgan
1 minus q barobar 3 taqsim 16. 16 ni ham ko'paytirish qilib o'tsak bu tarafga 16 q minus 16 q kvadrat barobar 3 hosil bo'ladi. Bitta tarafga o'tkazsak 16 q kvadrat minus 16 q plus 3 barobar 0. Bajaramiz ana endi. Diskriminant qilsak 16 ni kvadrati 256 minus 16 kere 3 bo'ladi 48, 48 kere 4 bo'ladi 192. Ayiradigan bo'lsak 64 chiqadi diskriminantim. Q 1 va 2 ni topadigan bo'lsak, xo'p 16 plus minus 8 taqsim 32. 16 kere 2 bo'ladi 32. Plusligini olsak 24 taqsim 32 bo'ladi. 12 ga qisqartirsa 2 taqsim 3. Minusligini oladigan bo'lsak 8 taqsim 32, 8 ga qisqartirsak 1 taqsim 4 chiqadi. Lekin quni qiymati 1 taqsim 2 dan katta bo'lishi kerak degani uchun bu 1 taqsim 4 ga teng bo'la olmaydi. Quni qiymati 2 taqsim 3 bo'ladi. Ana endi o'rniga qo'yamiz. B1 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 barobar 3. Demak, B1 topish uchun 3 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 9 taqsim 2 bo'ladi. Javobi 4,5 chiqadi bu holatda. Demak, to'g'ri javob 4,5 ga teng bo'ladi. Ikkinchi holatini ham keling tekshirib ketaylik. Bu birinchi holat edi. Ikkinchi holati. Bu teng 1 taqsim 4 bo'lsa, ya'ni mana bu 1 taqsim 2 dan katta emas, quni qiymati 1 taqsim 2 dan kichik bo'lsin deylik. Bu holatda B1 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 barobar 3 bo'ladi. B1 ning qiymati 12 bo'ladi. Mana bu ikkinchi holat. Xo'p, demak bizda to'g'ri javob chiqadigan holat mana bunda bo'ldi. Ya'ni q 1 taqsim 2 dan katta emas, 1 taqsim 2 dan kichik bo'ladigan bo'lsa 12 degan javob to'g'ri bo'ladi. 12 degan javob to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa javobi 4,5 chiqadi 5-savolda. Navbatdagi 6-savolga o'tamiz. Tenglamani yeching degan. Demak, 5 sinus 4-daraja x qo'shilgan sinus kvadrat x barobar kosinus 4-daraja x. Birinchisini 5 sinus kvadrat x ni kvadrati deyman. Plus yana sinus kvadrat x barobar buni kosinus kvadrat x ni qavs kvadrat deyman. Va kosinus kvadrat x ni o'zini joyiga 1 minus sinus kvadrat x qo'ysak bo'ladi. Shuni qavs kvadrat deymiz. Ana endi biz sinus kvadrat x ni a sifatida belgilab olamiz. Shunda tenglamamiz demak 5 a kvadrat plus a barobar 1 minus a ni qavs kvadrati bo'ladi. 5a kvadrat plus a barobar 1 minus 2a plus a kvadrat chiqadi. Chap tarafga olib o'tsak hammasini demak 4a kvadrat plus 3a minus 1 barobar 0 bo'ladi. Ana endi diskriminant topamiz bunga. Demak 3 kvadrat 9 plus 16 bo'ladi 25. 5 ning kvadrati. A 1 2 ni topadigan bo'lsak minus 3 plus minus 5 taqsim 8 bo'ladi. Plusligini olganimda demak 2 taqsim 8 1 taqsim 4, minusligini olgan paytimda minus 1 bo'ladi. A sifatida sinus kvadrat x ni olganman. Sinus kvadrat x teng 1 taqsim 4. Sinus kvadrat x teng minus 1. Minus 1 ga teng bo'la olmaydi. Sonni kvadrati manfiy bo'la olmaydi. Bo'sh to'plam. Bunisi daraja pasaytirish qilsak 1 minus kosinus 2x taqsim 2 teng 1 taqsim 4. 2 ga qisqartirsak 1 minus kosinus 2x barobar 1 taqsim 2 chiqadi. Kosinus 2x topsak 1 taqsim 2. 2x barobar plus minus pi taqsim 3 plus 2 pi ga 2 ga bo'ladigan bo'lsak x barobar plus minus pi taqsim 6 plus pi ga degan javob chiqadi. Demak 6-savolda
Bizda demak to'g'ri javob C kalit bo'ladi. Keyingi 7-misolga o'tamiz. Sinus alfa plus kosinus alfani qiymati 1/13 va alfa minus pi taqsim 4 dan 0 gacha bo'ladigan bo'lsa, bu 4-chorak bizda. Xo'p, sinus 2 alfa plus kosinus 2 alfani qiymatini toping degan. Buni ikkala tarafini kvadratga oshiramiz birinchi navbatda. Demak, sinus kvadrat alfa plus 2 sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadrat alfa barobar 1/13 chiqadi. Mana bu ikkitasi 1 ni beradi. Demak 1 plus bu 2 sinus alfa kosinus alfamiz sinus 2 alfani beradi. Barobar 1/13. Sinus 2 alfani o'zini topadigan bo'lsak 1/13 minus 1 bo'ladi. Demak minus 12/13 chiqadi qiymati. Endi alfani choragi minus pi taqsim 4 dan 0 gacha bo'ladigan bo'lsa 2 alfani choragi 2 ga ko'paytiraman. Minus pi taqsim 2 dan bu ham 0 gacha bo'ladi. Demak 2 alfa burchagim bu 4-chorakdagi burchak va 4-chorakda kosinus 2 alfam 4-chorakdagi burchak bo'ladigan bo'lsa, bu musbat bo'ladi. Ya'ni ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa formulani o'zidan foydalanaman. 1 minus 1/4 taqsim 169. Umumiy maxraj bersak 25 taqsim 169 bo'ladi-yu 5/13 chiqadi. Ana endi biz nimani hisoblashimiz kerak edi? Sinus 2 alfa qo'shilgan kosinus 2 alfani hisoblashimiz kerak edi. Sinus alfa demak minus 12/13. Kosinus 2 alfam 5/13 qo'shadigan bo'lsak minus 7/13 bo'ladi javobi. Demak bizda to'g'ri javob B kalit bo'ladi 7-savolda. Keyingi 8-savolga o'tamiz. Ifodani soddalashtiring degan. Demak a plus 1 taqsim a minus 1 ayrilgan a minus 1 taqsim a plus 1 qo'shilgan 4a ko'paytirilgan 1 plus 1 taqsim a kvadratni hisoblashimiz kerak. Demak, navbat bilan hisoblab borganim menimcha qulayroq. Birinchi ish demak a plus 1 taqsim a minus 1 ayrilgan a minus 1 taqsim a plus 1. Umumiy maxraj 2 ni ko'paytmasi bunga a plus bittadan, bunga a minus bittadan. A plus 1 ni qavs kvadrati ayrilgan a minus 1 ni qavs kvadrati. Taqsim 2 ni ko'paytirsak a kvadrat minus 1 bo'ladi. Ochib chiqamiz. A kvadrat plus 2a plus 1 minus a kvadrat plus 2a minus 1 taqsim a kvadrat minus 1. A kvadrat birlar qisqarsa demak bizda chiqadi 4a taqsim a kvadrat minus 1. Ana endi ikkinchi ish 4a taqsim a kvadrat minus 1 ga qo'shaman 4a ni. Xo'p, qulayroq bo'lishi uchun 4a ni qavsdan olib chiqaman. Vaqtinchaga 1 taqsim a kvadrat minus 1 plus 1. Umumiy maxraj a kvadrat minus 1 demak 4a ni o'zi 1 plus a kvadrat minus 1 taqsim a kvadrat minus 1. Tepada birlar qisqarib a kvadratni o'zi qoladi. 4a ga ko'paytiradigan bo'lsak 4a kub taqsim a kvadrat minus 1 chiqadi birinchi qavsim. Ana endi ikkinchi qavsni hisoblayman. Bu uchinchi bo'ladi. 1 plus 1 taqsim a kvadrat. Umumiy maxraj bersak a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat bo'ladi. Va oxirgi 4-chi ish 4a kub taqsim a kvadrat minus 1 ni ko'paytiramiz a kvadrat plus 1 taqsim a kvadratga. Bu bilan mana bu qisqaradi, a qoladi, qolgani qisqarmaydi. Demak javobi 4a ko'paygan a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat minus 1 chiqadi.
Demak bizda to'g'ri javob B kalit bo'ladi. Keyingi 9ga o'tamiz. 9-savol. Tenglamalar sistemasi nechta haqiqiy yechimga ega deb savol berilgan. Demak 2x barobar y taqsim 1 plus y kvadrat, 2y barobar x taqsim 1 plus x kvadrat. Ikkala tenglikni bir-biriga ko'paytirib yuboramiz. Shunda bizda quyidagi tenglik hosil bo'ladi. 4xy barobar xy taqsim 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat. Mana endi buni ayirish qilib olib o'tamiz. 4xy minus xy taqsim 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat barobar 0 bo'ladi. Xy ni olib chiqamiz qavsdan tashqariga. 4 minus 1 taqsim 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat barobar 0 bo'ladi. Ana endi ko'paytmani 0 bo'lish shartidan foydalanadigan bo'lsak, xy barobar 0, demak buni yechimi x teng 0, y teng 0. Ikkala holatda ham misol uchun x o'rniga 0 qo'yib y topganimda ham, y o'rniga 0 qo'yib x topganimda ham yana ikkinchi sheriga ham 0 chiqadi baribir. Boshqachasiga bajarilmaydi tenglik. Demak bitta yechim 0 u 0. Bu bo'ldi. Endi ikkinchisini qidiramiz. 4 minus 1 taqsim 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat barobar 0. 4 barobar 1 taqsim 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat barobar bo'lib qoladi. Olib o'tsak o'ng tarafga proporsiya qilsak 4 ko'paytirilgan 1 plus y kvadrat 1 plus x kvadrat barobar 1 chiqadi. Endi xo'p, 4 bu tarafga olib o'tsak 1 plus y kvadrat, bunisi 1 plus x kvadrat barobar 1 taqsim 4 chiqadi. Xo'p, birinchisi, ya'ni mana buni qiymatlar sohasi 1 dan katta yoki teng. Bu ikkinchisini ham qiymatlar sohasi 1 dan katta yoki teng. Ikkita 1 dan katta sonni ko'paytiradigan bo'lsam, bu 1 dan katta yoki 1 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 4 1 dan kichik songa teng bo'lishi mumkin emas. Demak, bu yoqda yechim yo'q hech qanaqa. Bo'sh to'plam bo'ladi. Demak 0 u 0 yagona yechim bo'ladi. Bitta yechimga ega ekan demak. To'g'ri javob A kalit bo'ladi 9-savolda. Keyingi 10-savol. F at x barobar sinus 2x funksiyani eng kichik qiymatini toping degan. Demak bu sinus x funksiyani qiymatlar sohasi bilan bir xil bo'ladi, ya'ni -1 dan 1 gacha. Qachon o'zgaradi? Qachonki funksiyani o'ziga o'zgarish qilinsa, ya'ni 2 sinus x bo'ladigan bo'lsa, bunda o'zgaradi qiymatlar sohasi. Sinus 2x niki shuniki bilan bir xil bo'ladi. Demak, -1 dan 1 gacha bo'ladi. Demak, eng kichik qiymati so'ralgani uchun, demak, sinus 2x ni minimal qiymati bo'ladi bizda. -1 chiqadi javobi. Demak, to'g'ri javob bu ham B kalit. Keyingi 11-savolga o'tamiz. X kvadrat plus 2 modulda x minus 48 barobar 0 savoli haqiqiy ildizlar ko'paytmasini toping degan. Demak, bunda belgilash qilamiz. Modulda x ni deb belgilab olsak, a kvadrat plus 2a minus 48 barobar 0 holatiga keladi. Ko'paytuvchiga ajratsak, a plus 8 ga a minus 6 bo'ladi barobar 0. A plus 8 teng 0. A teng minus 8. A minus 6 teng 0. A teng 6.
A deb modulda x ni olganman. Modulda x teng -8 manfiy songa teng bo'la olmaydi bo'sh to'plam. Modulda x barobar 6 demak x barobar +-6 chiqadi. Demak buni ildizlari 6 va -6 sonlari. Ildizlar ko'paytmasi so'ralgan, 6 ko'paygan -6 demak javobimiz bo'ladi -36 chiqadi. Demak bunda to'g'ri javob berilmagan. Javobi -36 bo'ladi. Keyingi 12-savolga o'tamiz. ABCD to'g'ri burchakda AD tomonining o'rtasida K nuqtadan BM kesmaga perpendikulyar qilib KN kesma o'tkazilgan. Agar AK 3 ga teng bo'lsa, KN ning qiymati 2 ga teng bo'lsa va SM 2,5 ga teng bo'lsa, ushbu ABCD to'g'ri burchakning yuzini toping deb savol berilgan. Demak, K nuqtadan yuqoridagi asosga perpendikulyar tushiramiz. Bu degan pastdagi bo'laklarim teng bo'lsa, mana bu yuqoridagi bo'laklarim ham teng 3 dan bo'lib qoladi. Ana endi men burchakni alfa deyman. Bu burchak beta bo'lsin. Shunda mana burchagim ham beta, bu burchagim alfa bo'ladi. Mana bu yoq 90 bo'lganini hisobiga. Xo'p, bu yog'i 90 demak bu burchagim ham o'z-o'zidan betaga tengligi kelib chiqadi. Mana bu bo'lagini. Xo'p. M nuqta deyman. Buni N nuqta deyman. MN masofani demak x ga teng deyman va NK masofani y ga teng deyman. Birinchi mana bu yoqda MN BCM uchburchakni o'rta chizig'i bo'ladi. Uchburchak BCM da demak bu o'rta chiziq MN. Demak x ni qiymati 2,5 ni yarmiga teng bo'ladi, asosini yarmi. Bu demak 5 taqsim 2 bo'lsa, yana 2 ga bo'ladigan bo'lsak 5 taqsim 4 chiqadi x ni qiymati. Ana endi y ni qiymatini topishimiz kerak. Xo'p. X ni qiymati bor. Mana buni C deyman. BN va uchburchak BMN da Pifagor qo'llayman. BMN da Pifagor qo'llasak, demak 3 ni kvadrati plus 5 taqsim 4 ni kvadrati barobar C kvadrat bo'ladi. C ni topaman. 9 plus 25 taqsim 16 umumiy makhraj bersak 9 kere 16 bo'ladi 144, 25 qo'shsak 169 taqsim 16 C kvadratim. C ni qiymati 13 taqsim 4 ekan demak bu yog'i. Ana endi xuddi shu uchburchakda BMN uchburchakda kosinus alfani topaman. Kosinus alfam yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati, demak 3 ni 13 taqsim 4 ga nisbati. Bu bo'linadigan bo'lsa 12 taqsim 13 chiqadi. Ana endi uchburchak mana bu ham n nuqta ekan-ku, buni boshqa harfga o'zgartirib qo'yaylik, tepadagi n bilan bitta bo'lmasin. Xo'p, keling, bu nuqta P bo'lib tursin. Buni ziyoni yo'q. Xo'p, uchburchak NPK da xo'p, bunda ham demak kosinus alfani topadigan bo'lsam, yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati 2 taqsim y bo'ladi. Bu 12 taqsim 13 ga teng bizda. Bu yerdan bitta, bu 6 ta bo'lsa, proporsiya qilsak 6y teng 13, y barobar 13 taqsim 6 bo'ladi. Ana endi bu to'g'ri burchakni bitta tarafi bor bizda 6 ga teng 3, ikkinchi tarafimiz mana bu MK bilan bir xil, ya'ni x plus y ga teng. X ni qiymati bizda chiqdi 5 taqsim 4, y ni qiymati chiqdi 13 taqsim 6. Qo'shamiz shuni. Demak umumiy makhraj 12 bo'ladi. 3 tadan bunga 2 tadan 15 plus 26 taqsim 12
41 taqsim 12 bo'lib qoladi. Ana endi yuzini topsak buni. Bitta tarafi demak 6, bitta tarafi 41 taqsim 12 kun ko'paytiraman. Bunga bittadan, bunga ikkitadan. 41 taqsim 2 bo'ladi. Bu degani 20,2 dan 1 chiqadi yuzasi. Demak bizda to'g'ri javob bu safar C kalit bo'ladi. Navbatdagi 13-savolga o'tamiz. F at x barobar sinus 2x funksiyasining eng kichik qiymati. Buni boya ham aytdik. Sinus x ni qiymatlari sohasi bilan bir xil bo'ladi. Bu ham demak -1 dan 1 gacha bo'ladi. Eng kichik qiymati so'ralgan. Demak sinus 2x ni minimal qiymati -1 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C kalit bunda ham. Navbatdagi 14-savolga o'tamiz. 4 sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x minus 3 sinus x katta 1 teng trigonometrik tenglikni nechta butun sonli yechimga ega emas degan. Buni demak ega qilib o'zgartiramiz. Ana endi bajarsak. 4 sinus kvadrat x ni 3 sinus kvadrat x plus sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x minus 3 sinus x katta 1 qilib olamiz. Mana bu ikkalasini yig'indisi 1 ga teng, o'rniga 1 qo'ysak 3 sinus kvadrat x plus 1 minus 3 sinus x katta 1 dan 1 ayirish qilib o'tkazsak 3 sinus kvadrat x minus 3 sinus x 0 dan katta bo'ladi. Xo'p, bu yerda sinus x ni a deb belgilab olsak 3a kvadrat minus 3a 0 dan katta bo'ladi. 3a ni olib chiqsak qavsdan tashqariga a minus 1 0 dan katta bo'ladi. 3 qisqartiramanda qolganini interval qilaman. Demak 0 va 1. Musbat, manfiy, musbat. Bizga musbat joy kerak. Demak a kichik 0 dan va a katta 1 dan. Demak sinus x kichik 0, sinus x katta 1. Bu bo'sh to'plam yechimga ega emas. Sinusning qiymati eng ko'pi bilan 1 ga teng bo'lishi mumkin. Bunisini yechamiz. Sinus x kichik 0 ana mana bu joyi. Bu pastki soha yechim. Mana bu yog'i ega emas desam bo'lar ekan. Bizning yechimimiz hozir minus pi plus 2 pi dan 2 pi gacha bo'ladi. Men chizgan joy yechim. Yechim bo'lmaydigani desa tepadagi qism bo'ladi mana bu yog'i. Ega emas bo'lganlari mana bu yoq olinadi. Ya'ni 2 pi dan ega emas deganim pi plus 2 pi gacha bo'ladi. Mana bu yechimga ega emas bo'ladigan joyi. Va bu oralig'da bu har aylanganda demak cheksiz davom etganning hisobiga javobi cheksiz ko'p bo'ladi buni. Agar ma'lum bir oraliqda so'rasa, misol uchun minus 0 dan 2 pi gacha yo minus pi dan pi gacha yo 0 dan pi gacha desa, o'sha oraliqqa tushadigan yechimlar sanasak bo'ladi. Lekin oralig'i berilmagani uchun bu cheksiz ko'p chiqadi. Keyingi 15-savolga o'tamiz. Hisoblang degan. Demak, ildiz 48 plus ildiz 75 minus ildiz 108 taqsim ildiz 3. Ana endi ildiz 48 ni 16 kere 3 qilamiz. Plus bunisini 25 kere 3 qilamiz. Minus oxirgisi 36 kere 3 bo'ladi. Taqsim ildiz 3. Birinchisi 4 ildiz 3 plus 5 ildiz 3 minus 6 ildiz 3 taqsim ildiz 3. Demak qo'shsak 9, 6 dan ayirsak 3 ildiz 3 taqsim ildiz 3.
Mijoz shular qisqaradigan bo'lsa javobi 3 bo'ladi. 15-savol demak A kalit bo'ladi to'g'ri javob. Navbatdagi 16-savolga o'tamiz. Agar m va n natural sonlar bo'lib m taqsim 3 barobar 8 taqsim m plus 1 tenglik o'rinli bo'lsa, m plus n ifodani eng katta qiymatini toping degan. Demak, proporsiya qiladigan bo'lsak, m ko'paytirilgan m plus 1 barobar 8 ko'paygan 3 bo'ladi 24. Ana endi m va n natural sonlar bo'lsa, mana bu m ham n plus 1 ham natural son, chunki natural songa 1 qo'shsam yana natural son chiqadi. Ko'paytmasi 24 chiqadigan natural sonlar. 1 24, 2 12, 3 8, 4 6, 6 4, 8 3, 12 2 va 24 1, lekin mana bu oxirgisi bo'la olmaydi. 24 1 ni ola olmayman, sababi m plus 1 ni 1 ga tenglashtirishim kerak. Bunda n teng 0 chiqadi. Bizda n 0 bo'la olmaydi, natural son. Bir boshdan endi yozib chiqaman. Birinchisida m teng 1, m plus 1 24 bo'lsa, n ni qiymati 23. 1 kere 23, 1 va 23 bo'ladi. 1 plus 23 bo'ladi. M plus n yig'indim 24 bo'ladi bunda. Ikkinchi holatda 2 yu 11 qo'shadigan bo'lsak 13 bo'lib qoladi. Uchinchi holatda 3 u 7 qo'shadigan bo'lsak 10 bo'lib qoladi. Keyingisi 4 u 5 qo'shsak 9 chiqadi. Keyingisi 6 yu 3 qo'shsak yana 9. Undan keyingisi 8 u 2 qo'shsak demak yig'indi 10. Keyingisi 12 yu 1 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 13 chiqadi. Demak bizga m plus n ni eng katta qiymati so'ralgan, ya'ni maksimali so'ralgan. Demak 24 ga teng chiqadi javobi. Demak to'g'ri javob bizda D kalit bo'ladi 16-savolda. Navbatdagi 17-savolga o'tamiz. Agar m va n natural sonlar bo'lib m taqsim 4 barobar 7 taqsim m plus 1 tenglik o'rinli bo'lsa, m plus n ifodani eng katta qiymatini toping degan. Demak, ko'paytma qilamiz proporsiya qilib. M ko'paytirilgan n plus 1 barobar 28 bo'ladi. Ana endi m sonim natural, n natural degani unga 1 qo'shsam yana natural son hosil bo'ladi. Ko'paytmasi 28 chiqadigan natural sonlar. 1 28, 2 14, 4 7, 7 4, 14 2 va oxirgisi 28 1. Lekin mana buni ola olmayman, bunda ham oxirgisini, chunki n plus 1 ni o'zi 1 ga teng bo'lsa, n 0 ga teng bo'lishi kerak. N natural son 0 bo'la olmaydi. Qolgan holatlarni tekshirib chiqamiz. M ni o'rniga 1, m plus 1 28 bo'lsa, n ni qiymati 27 chiqadi. Yig'indisi 28 bo'ladi. M ni qiymati 2 bo'lsa, n plus 1 14, n ni qiymati 13 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 15 chiqadi. M ni qiymati 4, m plus 1 7 bo'lsa, bu 6 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 10 chiqadi. M ni qiymati 7, m plus 1 4 bo'lsa, bu n o'zi 3 bo'ladi, yana 10. Va oxirgi holatda 14 ga 1 bo'ladi, 15 chiqadi. Bizdan m plus n eng katta qiymati so'ralgan, maksimal qiymati. Demak bu 28 ga teng chiqadi. Demak to'g'ri javob D kalit bo'ladi 17-savolda. Navbatdagi 18-savol tahliliga o'tamiz. Demak 9 plus 2023 ni 2017 qo'shilgan 6 deyman, ko'paygan 2017. Ana endi ochib chiqamiz qavslarni. Ildiz ostida 9 plus 6 kere 2017 plus 2017 ni kvadrati. 9 demak 3 ni kvadrati. 6 demak 2 kere 3 kere 2017 bo'ladi bu.
plus 2017 ning kvadrati. Ana endi bu bizga qisqa ko'paytirish formulasini beradi. A plus b ning kvadrati, ya'ni 3 plus 2017 ning kvadrati ildiz ostida 2020 ning kvadrati bo'ladi. Ildiz bilan kvadrat qisqarsa javobi 2020 ga teng chiqadi. Demak, to'g'ri javob B kaliti 18-savolda. Navbatdagi 19-savolga o'tamiz. Tengsizlikni yeching degan. Ildiz ostida 2x minus 7 taqsim x minus 3 katta yoki teng 3 minus ildiz ostida x taqsim x minus 3. Bunda demak birinchi bo'lib aniqlanish soha tekshiramiz. Birinchi ildiz uchun 2x minus 7 katta yoki teng 0 bo'ladi. 2x katta yoki teng 7, x katta yoki teng 7 taqsim 2. Ya'ni 3,5 dan katta. Ikkinchisi uchun x katta yoki teng 0. Interval qilsak 0 3,5. 0 dan katta, 3,5 dan katta. 2 marta bo'yalgan joy yechim bo'ladigan bo'lsa, demak aniqlanish sohamiz 3,5 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Ana endi bu 3,5 dan katta sonlar bo'lganini hisobiga eng kichkinasini qo'yganimda mahraji musbat, ikkoni mahraji bir xil, buni qisqartiraman. Bu tengsizlikka hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Nimaga? Chunki menda chiqadigan yechimim chiqsa mana shu oraliqdan olaman. Bu oraliqda ikkalasi ham musbat, shu uchun buni tashlab bordim. Qolgani ildiz osti 2x minus 7 katta yoki teng 3 minus ildiz osti x dan chiqadi. Kvadratga oshirsak 2x minus 7 katta yoki teng 9 minus 6 ildiz osti x plus x ni o'zi. Ildiz osti x ni a deb belgilab olsak 2a kvadrat minus 7 katta yoki teng 9 minus 6a plus a kvadrat. Bitta tarafga o'tkazsak a kvadrat plus 6a minus 16 katta yoki teng 0. Ko'paytuvchiga ajratsak buni a plus 8 a minus 2 katta yoki teng 0. Interval qilamiz. Minus 8 2. Musbat manfiy musbat. Bizga musbat joy kerak. A kichik yoki teng minus 8 bilan a katta yoki teng 2. A ni o'rniga ildiz osti x ni olaman. Kichik yoki teng minus 8. Ildiz osti x katta yoki teng 2. Bu bo'sh to'plam minus 8 dan kichik bo'la olmaydi. Buni esa x katta yoki teng 4. Aniqlanish sohasi bilan buni birlashtiradigan bo'lsam, shuni o'z yechim bo'ladi. Demak, javobi 4 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Bu yerda demak to'g'ri javob berilmagan ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 20-savol. ABCD teng yonli trapetsiyaga aylana ichki chizilgan. Agar trapetsiya asoslari BC 4 va AD 16 bo'lsa, ichki chizilgan aylana radiusini toping degan. Demak, chizamiz. Aylana va demak teng yonli bitta trapetsiya. Trapetsiyamiz asoslari 4 u 16 ekan. Trapetsiyani demak yon taraflarini A yu A deydigan bo'lsak, bizda ichki aylana chizish sharti bor. Qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Demak, 16 bilan 4 yig'indisi 2 ga teng bo'ladi deyman. 2 barobar 20, a barobar 10 chiqadi. Qani endi men bu yoqdan bitta balandlik tushiradigan bo'lsam, bu balandlik 2r ga teng bo'ladi. Ya'ni aylananing diametri. Mana bu yoqdagi bo'lagi bo'lsa, asoslar ayirmasini yarmi 16 minus 4 taqsim 2. Demak, bu 6 bo'ladi. Ana endi mana shu to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor qo'llaymiz. Ya'ni 2r ni kvadrati
Qo'shilgan 6 kvadrati barobar 10 kvadrat. 2r kvadrati plus 36 barobar 100. 2r kvadrat teng 64 ayirish qilib o'tkazsak 2r barobar 8, r barobar 4 chiqadi. Demak, ichki chizilgan aylana radiusi 4 ga teng ekan. To'g'ri javob C kaliti 20-testda. Keyingi 21-savolga o'tamiz. Aniq integralni hisoblang degan. Demak, -2 dan -1 gacha dx taqsim 3 plus x ni 4-darajasi. Demak, buni -2 dan -1 gacha x plus 3 ni -4-darajasi dx deb yozib olamiz. Ana endi darajadan demak boshlang'ich oladigan bo'lsak, darajasiga 1 qo'shib bo'laman. Demak, 1 qo'shsak -3. Demak, x plus 3 ni -3-darajasi taqsim -3. Ichini xoslasi murakkab funksiya bo'lgani uchun x plus 3 dan hosila olsak 1 uch narsaga ta'sir qilmaydi. Demak, shuni o'zi qoladi. Chegara demak -2 dan -1 gacha. -1 qo'yib hisoblaymiz. -1 qo'yadigan bo'lsak 3 -1 bo'ladi. 2 ni -3-darajasi taqsim -3 ayrilgan. -2 ni qo'yamiz. 3 dan demak 2 ni ayiradigan bo'lsak 1. 1 ni -3-darajasi taqsim -3. Ana endi bu bilan mana minusni plusga o'zgaradi. 1 ni istalgan darajasi 1. Demak, bu 1 taqsim 3. Buni minus oldiga chiqadi. 2 ni kubi 8 pastga tushadi. Bu 1 taqsim 24. Umumiy mahraj beraman bunga 8 tadan, bunga bittadan. 8 minus 1 taqsim 24 bo'ladi. Demak, 7 taqsim 24 chiqadi javobi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi 21-savolda. Keyingi 22-savolga o'tamiz. Agar ikkinchi burchak 60 gradusga teng bo'lsa, demak, ikkinchi burchagimning qiymati 60 gradus ekan. 5-chi, 6-chi, 8-chi burchaklar yig'indisini toping degan. Demak, burchak 5 plus burchak 6 plus burchak 8 ni qiymati so'ralgan bizdan. Bu 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, burchak 6 ni qiymati ham 60 gradus bo'ladi. Sababi bu demak mos burchak bo'ladi. Parallel chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan mos burchak bo'ladi. Bu 60 bo'lsa, 5-chi burchagim buni qo'shnisi bo'ladi. 180 dan 60 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu demak 120 bo'ladi. Demak, burchak 8 ni qiymati ham 120. Demak, 120 qo'shilgan 60 qo'shilgan yana 120. Qo'shadigan bo'lsak 300 gradus chiqadi javobi. Demak, to'g'ri javob B kalit bo'ladi 22-savolda. Yigirma uch. Ishxonada jami 1250 nafar ishchi ishlaydi. Shundan 250 nafar ayollar. Ishchilarning necha foizi ayollar degan. Demak, buni qismda yozsam 1250 dan 250 qism bo'ladi. Bu degani 1 taqsim 5 qisqartirsak. 1 taqsim 5 qismi ayollar. Shuni foizga o'tishim kerak. 1 butunim to'lig'im 100% bo'lsa, shuni 5 dan 1 qismi ayollar ekan. Demak, 100 ni 5 ga bo'lamiz va 1 ga ko'paytiramiz. Demak, 20% chiqadi ayollar. B kalit 23-savol. 24-savolga o'tamiz. Maydoni 0.4 gektar bo'lgan yer uchastkasini yarmiga kartoshka, chorak qismiga esa piyoz ekildi. Necha metr kvadrat yer bo'sh qoldi degan. Demak, buni oldin metr kvadratga o'taman. 0.4 gektar. Buni arga o'tish uchun 100 ga ko'paytiraman.
rdan metr kvadratga o'tishim uchun yana 100 ga ko'paytiraman. Bittasi buni vergulni surib chiqarsa, umumiy demak 4000 metr kvadrat bo'ladi maydon. Yarmiga kartoshka, demak yarmi 2 ga bo'lib topiladi. 2000 bo'ladi kartoshka ekilgan maydon. Chorak qismiga piyoz. Choragi demak 4dan 1 1000 bo'ladi. Ana endi 4000 dan ayiramiz 2000 plus 1000 ni. Buni qo'shsak 3000 ayiradigan bo'lsak 1000 metr kvadrat yuza bo'sh qolgan bo'ladi. Demak 24-savol javobi akalt. 25. Rasmdagi to'g'ri burchakni perimetri 28 cm ga teng berilgan ma'lumotlar asosida x ni qiymatini toping degan. Demak to'g'ri burchak perimetri bo'lsa, ikkita tomonni qo'shib 2 ga ko'paytiramiz. X plus 3 ga qo'shamiz 2x minus 1 ni va shuni 2 ga ko'paytirganda 28 chiqadi. 2 ni qo'shsak 3x plus 2, mana bu 2 bu tarafga bo'lish bo'lib o'tadi, 14 chiqadi. 3x o'zini topish 14 dan 2 ni ayirib tashlayman. 3x teng 12, 12 ni 3 ga bo'lsa x barobar 4 chiqadi. Demak bunda ham kaltlarda berilmagan ekan to'g'ri javob x barobar 4 bo'ladi 25 da. Keyingi 26-savolga o'tamiz. To'g'ri burchakning yuzi 40, kichik tomoni 5, katta tomonini toping degan. Demak bitta to'g'ri burchak kichik tomoni demak 5 cm ekan, katta tomonini x deymiz. Yuzasi 40 ekan, demak x ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 40 chiqadi. X topishni 45 ga bo'lamiz, 8 cm chiqadi, katta tomoni uzunligi. Demak to'g'ri javob B kalt bo'ladi 26 da. 27-savolga keldik. 7 sutka necha minutga teng deyapti. Demak birinchisi 1 sutka 24 soat, demak 7 sutkam 7 kere 24 soat bo'ladi. Buni minutga ham o'tish uchun 1 soatim 60 minut bo'lsa 60 ga ko'paytiraman, bu minutga o'tadi. Ko'paytiradigan bo'lsak 10080 minut bo'ladi. Demak to'g'ri javob C kalt 27-savolda. Keyingi 28-savolga o'tamiz. Hisoblang degan. Demak bu yerda ketma-ket sonlar 1 dan 200 gacha 200 ta son bor. Ikkitadan guruhlab chiqaman. Birinchi ikkitasi -1, bu ikkitasi ham -1, bu ham -1, bu ham -1. 200 ta son ikkitadan guruhlaydigan bo'lsak 100 ta -1, demak 100 ko'paygan -1 bo'ladi. Javobi -100 chiqadi. Demak to'g'ri javob C kalt bo'ladi 28 da. 29. Korxonadagi jami 75 ta xodim ishlaydi. Shundan 30 tasi ayollar qancha foizini tashkil qiladi degan. Demak, birinchi qismda topib olsam 75 dan 30 qismi bo'ladi ayollar soni. 5 ga qisqartirsak buni 15 dan 15 o'ziga qisqartirsa ham bo'ladi. 15 ga bo'lsak 75 ni 5, 30 15 ga bo'lsa 2. Demak 5 dan 2 qismi ayollar. Umumiy jami ishchilarni. Butun ishchilarni 100% deydigan bo'lsam, shuni 5 dan 2 qismi. Demak 100 ni 5 ga bo'laman deb 2 ga ko'paytiraman. Shunda 5 dan 2 qismi bo'ladi. 20 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Demak 40% chiqadi ayollar. Demak to'g'ri javob 29 da akalt. 30-savol. Necha burchakli prizmani 10 ta yog'i bor degan. Demak, prizma chizib ko'ramiz. 3 burchakli prizma. To'rt burchakli prizma. Yoq deganimiz mana bular yoqlari bo'ladi. Demak,
Uchburchaklikda pastda ham uchburchak, yuqorisida ham uchburchak. Demak, tevaragida 3 ta yoq bor. Tepa va pastdagini hisobga olsak, 3 plus yana 2 ta bo'ladi, 5 ta yoqlar soni. To'rtburchakda ham tevaragida 4 ta, tepa va past bor. Demak, 4 plus 2 bo'ladi, 6 ta. Demak, umumiy n burchakda yoqlar soni n plus 2 ta bo'ladi. 10 ta yoq bo'lsa, demak n plus 2 barobar 10. 2 ni ayirish qilib o'tkazsak n teng 8. Demak, 8 burchakli prizma bo'lgan. To'g'ri javob B kaliti 30 da. Keyingi 31-savol. 47372 sonini 9 ga bo'lgandagi qoldig'ini toping degan. Buni xatma-xat bo'lib o'tirish shart emas. Bo'linish belgisini qoldiq topish uchun ishlatishimiz mumkin. Ya'ni 9 ga bo'linish belgisi qanaqa? Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, berilgan sonning o'zi ham 9 ga bo'linadi. Qoldiq uchun qanday o'zgartiramiz? Raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lganda necha qoldiq qolsa, berilgan sonni o'zini bo'lganimizda ham shu qoldiq qoladi. Demak, raqamlarni qo'shib chiqamiz. 4 plus 7 plus 3 plus 7 plus 2. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, 23 bo'ladi. Keyin 23 9 ga bo'lamiz. 18 ayiradigan bo'lsak 5 qoldiq qoladi. Demak, bunda ham 5 qoldiq qoladi. To'g'ri javob C kaliti bo'ladi 31 da. Keyingi 32-savol. Quyidagi tenglamani yeching degan. Demak, bu proporsiya qilinadi. Ya'ni 3 ko'paygan x minus 1 barobar 1 ko'paytirilgan x plus 1. Ochib chiqsak 3x minus 3 barobar x plus 1 ni o'zi. 3x ni yoniga x ayirish bo'lib o'tadi, 1 ni yoniga 3 qo'shish bo'lib o'tadi. 2x barobar 4. X topish uchun 4 ni 2 ga bo'lamiz, x barobar 2 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kaliti bo'ladi 32 da. 33-savol. It o'zidan 30 metr masofadagi tulkini quvlamoqda. Itning tezligi 4, tulkining tezligi 3. It necha sekundda tulkini quvib yetadi degan. Demak, xo'p, it va tulki. Demak, tulkining tezligi 3 metr taqsim sekund. Itning tezligi 4 metr taqsim sekund. Va oraliq masofamiz 30 metr ekan. Ana endi bir xil yo'nalishda natija tezligini topamiz. 4 dan 3 ni ayiramiz. 1 metr taqsim sekund chiqadi natija tezligi. Ya'ni bu nima degani? Har sekundda 1 metrdan yaqinlashadi degani. 30 metr masofasi shuni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 30 sekund chiqadi javobi. Demak, to'g'ri javob D kaliti bo'ladi bunda ham. Keyingi 34-savolga o'tamiz. Hisoblang degan. Bu yerda asosiy kasr chizig'i degan narsa bor. Asosiy kasr chizig'i mana bu o'rtadagisi bo'ladi. Ya'ni buni ma'nosi hozir bu turishi 42 taqsim 8 bo'lingan 21 taqsim 25 degani. 42 taqsim 8 ko'paytirilgan 25 taqsim 21. Qisqartiramiz. Bunga bittadan 21 ga qisqartirsak bunga 2 tadan. 2 bilan 8 ham qisqaradi. Bunga bittadan 2 ga qisqartirsak bunga 4 tadan. Demak, 25 taqsim 4 bo'ladi. Bu 6,4 dan 1 degani. To'g'ri javob A kaliti bo'ladi 34 da. 35-savol. 0,8 gektar yerni yarmiga karam 4dan 1 qismiga piyoz ekilgan bo'lsa, jami necha metr kvadrat yerga ekin ekilgan degan. Demak, buni 0,8 gektarni metr kvadratga o'tamiz. Demak, sotuqqa o'tish uchun 1 marta, metr kvadratga o'tish yana 1 marta, 2 marta 100 ga ko'paytiramiz buni. Demak, 8000 metr kvadrat bo'ladi jamisi. Yarmiga karam
Demak 4000 ga karam ekilgan. 4000 metr kvadrat joyga 4dan 1 qismiga piyoz. 8000 ni 4 ga bo'lamiz. 2000 metr kvadrat bo'ladi. Ana endi 8000 dan qolganini topish uchun jam necha metr kvadrat yerga ekin ekilgan? Bo'sh emas, ekin ekilgani so'ralgan. Demak 4000 plus yana 2000 qo'shsak 6000 metr kvadrat joyga ekin ekilgan. B kalit bo'ladi 35. 36-savol tenglamani yeching degan. Demak, proporsiya qilamiz. X minus 1 ko'paytirilgan 4 barobar x plus 2 ko'paytirilgan 1. 4x minus 4 barobar x plus 2. 4x yoniga x o'tadi, 2 ni yoniga 4 qo'shib bo'lib o'tadi. 3x teng 6, x topish 6 ni 3 ga bo'lamiz, x barobar 2 chiqadi javobi. Demak B kalit bo'ladi to'g'ri javob. 37 da kasrlarni qisqartiring degan. Demak bo'ladigan bo'lsak 6 ni 3 ga bo'lamiz 2, A4 ni A ga bo'lamiz A kub. Blar qisqarib ketadi. Demak javob 2A kub bo'ladi. 37-savol javobi A kalit bo'ladi. 38-savolga keldik. Oldin demak integralni o'zini hisoblab olamiz, ya'ni daraja pasaytirish qilaman. X ko'paytirilgan kosinus kvadrat x ni 1 plus kosinus 2x taqsim 2 dx deb yozsak bo'ladi. Ana endi buni alohida x ga ko'paytirib ochib chiqaman. Integral x taqsim 2 plus x kosinus 2x taqsim 2 dx. Alohida qilsak buni x taqsim 2 dx plus x kosinus 2x taqsim 2 dx bo'ladi. Ya'ni men mana shuni hisoblashim kerak. Endi buni alohida hisoblab olamiz. Birinchisi integral demak chegara pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha. Xo'p, x taqsim 2 dx ni hisoblayman. 1 taqsim x chiqadi. X dan boshlang'ich bo'lsa x kvadrat taqsim 2. Chegaram demak pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha. Hisoblaymiz. Pi taqsim 12 ni pi taqsim 4 qo'ysak, pi kvadrat taqsim 16 mahraji 4. Pi kvadrat taqsim 16 kara 4 bo'ladi 64. Ayrilgan. Buni qo'ysak, pi kvadrat taqsim 144 kara 4 bo'ladi. Demak 576 bo'lsa, ikkoviga umumiy mahraj 576 ni o'zi bo'ladi. Bunga bittadan, bunga 9 tadan. Shunda 9 pi kvadrat minus pi kvadrat taqsim 144 kara 4 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak, 8 pi kvadrat taqsim 144 kara 4. Bu bilan bu qisqaradi. Bitta bu ikkita, bu bitta, bu 72 ta. Demak pi kvadrat taqsim 72 chiqadi. Endi ikkinchi bo'lagini hisoblaymiz. Ya'ni integral pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha x kosinus 2x taqsim 2 dx ni hisoblaymiz. 1 taqsim 2 ni oldiga olib chiqaman, integraldan tashqariga chiqarsam bo'ladi. Pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha x kosinus 2x dx qoladi. Buni bo'laklab integrallashdan foydalanamiz. Ya'ni x ni u deydigan bo'lsak, xoslasak dx teng du. Kosinus
2x ni v deydigan bo'lsak, bundan boshlang'ich olamiz. Sinus 2x bo'ladi, ichini hosilasi bo'linadi. Sinus 2x taqsim 2 bo'ladi. Mana bu kosinus 2x dx teng dv deyman. Boshlang'ich olsam sinus 2x taqsim 2 teng v bo'ladi. Ana endi bo'laklab integrallash. Integral u dv barobar uv minus integral v du. Ya'ni bizdagi mana bu integral x kosinus 2x nimaga teng bo'ladi? Shunda uv x sinus 2x taqsim 2 minus integral v du. Demak v du sinus 2x dx taqsim 2 bo'ladi. X sinus 2x taqsim 2 ayrilgan. Bundan sinusdan boshlang'ich minus kosinus bo'ladigan bo'lsa, bu plus bo'ladi. Ichini hosilasi bo'linadi. Demak, kosinus 2x taqsim 4 bo'ladi. Ana endi mana shu topganimizni mana bu joyga qo'yamiz o'rniga-da hisoblaymiz shuni. Oldidagi 1 taqsim 2 ni ham ko'paytirib yuborsak, x sinus 2x taqsim 4 plus kosinus 2x taqsim 8 chegara pi taqsim 12 dan pi taqsim 4 gacha. Pi taqsim 4 qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, sinus pi taqsim 2 hosil bo'ladi mana bu joyda. Sinus pi taqsim 2 1 ga teng. Bu pi taqsim 4 maxrajdagi bilan pi taqsim 16 bo'ladi. Xo'p, bu kosinus pi taqsim 2 bo'ladi, 0 bo'lib ketadi. Plus 0. Endi pi taqsim 12 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, sinus pi taqsim 12 4 pi taqsim 48 pi taqsim 48 bo'ladi. 12 kara 4. Sinus ichiga qo'yiladigan bo'lsa, bu pi taqsim 6 sinus pi taqsim 6 da 1 taqsim 2 bo'lsa, bu pi taqsim 48 pi taqsim 96 bo'ladi. Buni ichiga qo'yadigan bo'lsak, kosinus demak pi taqsim 6 ilzos 3 taqsim 2 maxrajdagi 8 bilan ilzos 3 taqsim 16 bo'ladi. Ana endi pi taqsim 16 minus pi taqsim 96 plus ilzos 3 taqsim 16. Bunga 6 tadan, bunga bittadan ayirsak 5 pi taqsim 96 plus ilzos 3 taqsim 16 chiqadi. Ana endi birinchi chiqargan ifodam pi kvadrat taqsim 72 ga shuni qo'shaman. besh pi taqsim 96 qo'shilgan ilzos 3 taqsim 16 bo'ladi javobi. Umumiy maxraj berilgan, demak 288 umumiy maxraj 4 tadan 3 tadan 18 tadan. Demak 4 pi kvadrat plus 15 pi plus 18 ilzos 3 taqsim 288 chiqadi umumiy maxraj beradigan bo'lsak. Demak bizda to'g'ri javob bu B kalit bo'ladi.